Assalomu alaykum, assalomu alaykum. YouTube ahli, uzum ishqibozlari, mana bugun bir oralab hali ertalab qarasam mana shu ahvolda. Ancha-muncha mana o'zgarishlar bor. Bu Mercedes uzumi. Mercedes uzumi. Har holda ko'p emas-ku, bor mana. Mutaxassislarga uchradim. Menga hozir ajoyib bir dori kvadris sepin dedi, bittasi to'piz dedi. Kvadris olib kelib mana eritdik, xudo xolasa. 10 litrlik mana dori apparatimizga to'ldirdik. 10 litrga 10 gram eritilar ekan. Men mana shu 40 gram 4 zapravkaga nima qildim? Mana o'zi 2 zapravka sepdim, 3-chi mana bo'ldi, to'ldi. Yarmidan o'tib oldik, xudo xolasa. Shuni sepish jarayonini boshlab oldik. Hurmatli dehqonlar, nima bo'lyapti sizlarda? Nima yangiliklar? To'pizni yana keyin sepamiz ekan. Hozir bu kvadris sepyapmiz. Mana bugun 31-may. Kvadris sepamiz. Ketidan keyin Redamin Gold shvetsarskiy dori bor ekan, shuni tavsiya qildi, ammo vet aptekachimiz Akmaljon. Mana bu yerlarda ham bor shunaqa kasalliklar. Mana bu yerda bor mana. Kvadris sepyapmiz, xudo xolasa, hamma yo'q yaxshi. Qolgani juda zo'r mana uzumlar. Yildagidan yaxshi. Ashi Mercedes uzumimiz mana. Suvni men nihoyatda bu yil qantarib tashladim. Sababi bir 5 gektari bor bitta bog'bon aka bor, shu Bo'ston viloyatida. Bo'ston rayonida deganim. Ya'ni Bo'zda. Shu aka kelib rizamat uzumi pishyapti. Bizda hali suv qo'yganim yo'q deb aytdi. Shunga keyin bu yil bir qantardim. Qarasam holat chataq, chanqayapti. Bir marta suv qo'ygan barobar turibdi. Mana bu yerda bodring ko'chat urug'larini olib kelib ekdim. Xo'rozlar maza qilib yebdi-da, xo'roz. Shunaqa akalar. Jo'ja ishqibozlari, hali Ganoy jo'jani so'raganlar bor edi-ku. Hurmatli ishqibozlar, kelaverasizlar. Sizlarga qimmat emas, 200 mingdan tanlab olaverasizlar. 200 mingdan beraveramiz. Bunaqa ko'p emas, mana. Ko'rnamikin? Bir-biri bilan shunaqa urushyapti, mana ajratib qo'yganmiz. Mana bu yerda ham mana shu halgina qaramadingiz, baqlajan deydimi? Ajoyib. Urushgan uchun yaxshi bo'lib ketibdi ancha. Urushaverib, bir-birini ochaverayotdi, mana uni ham yetkazib ketgan. Shuning uchun majburmizda qamashga ajratishga, bir-birini ochib birak qo'yapti. Mana onasi. Mana hali Yazevon bozordan kelgan xo'roz. Ishqibozlar kelaverasizlar, 200 mingdan beraveramiz. Ganoy jo'jalar, naryoqda ham mana pastda ham bitta turibdi, tepada. Shunaqada qadrli do'stlar, xo'roz ishqibozlari. Kommentariyaga bemalol yozaverasizlar. Mana yana shu Mercedes uzumi. Shuhrat aka, o'zi yaxshimisiz? Ashral aka, sizlarda nima yangiliklar? Mana bu ashaliga urug'i yo'q deb ekkan edi, birinchi yil. Bu ham ashini zotidan kelin barmoq, ya'ni urug'i bor. Urug' paydo bo'ldi. Mana yangi ko'chat solganini qarang, jonivordi. Yaxshi narsa ekan, eng shirin, eng yaxshi uzumlardan ekan.
haligi Alika degan sorti o'zi kam hosil bo'ladimi? Shuni bir yozib yuboringlar. Kimda bor Alikami degan, shu qora merski o'xshagan katta bo'lar ekan u ham. Shuni ham bir yozib yuboringlar. Endi mana ijodni boshlaymiz. Jinda olib turib o'chirib qo'yamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Motorimiz ham sal sovib qopti. Degan joydan boshlaymiz. Yaxshi apparat ekan.